O'rtoq yo'li 9-Bog'ayram ko'chadan sizlar uchun 6 sotix, yana qo'shimcha 2 sotix orqa hovlilar bilan, 10 ta xonasi bilan gaz, suv, svet, hamma sharoitlari bor tayyor hovli sotiladi. Akalar, bir chekkadan tanishtiradigan bo'lsak, darvozaxonamizdan kirib keladigan yo'lagimiz sifatli yaxshi darvozalarni o'rnatib, naveslarni qilib qo'yilgan. Bemalol ikkita avtomobil kirishga sharoitlari bor. Oyoqlar taglari chiroyli qilib burchakka qilib qo'yilgan, keng sahnalari bor. Ko'rib turganimizda, kirib kelganimizda bizni ro'parada chiroyli figurali qilib, avalniy qilib mehmonxonamiz kutib oladi. Osti to'laligicha podval hisobida. Xo'p, uyimiz 2 etajli qilib qurilgan. Xo'p, birinchi etajlar to'laligicha pishig'ichdan yuqoridagi ikkinchi etajlarga aralash, xom pishiq aralash belan qilib qurilgan deb aytishdi. Xo'p, birinchi etajning ustida ikkita uy dahlizimiz bor, ichida sanuzellari bilan birgalikda. Undan tashqari uy ichi holatlari bir qator o'zingiz uchun bir qator chiroyli qarab ta'mirlab olsangiz yana ham yaxshi holatga keladi. Xo'p, plitalar bosilgan. Akalar, ikkinchi etaj chiqqanimizda yana 4 ta xonamiz bor. Ikkita xonamiz ichida sanuzel bilan ota-onalar uchun yotoqxonaga moslashtirilgan. Undan tashqari keng bizda chiroyli sahnamiz, gulxonalarimiz ajratilgan, mevali daraxtlar bor, chiroyli hosillar kirgan holatda. Hovlimizni ikki tomonlama zina orqali ikkinchi etaj chiqish yo'laklarimiz chiroyli qilib qoldirilgan ekan. Undan tashqari akalar, burchada bizni kuxnamiz joylashtirilgan. Kuxnamizda chiroyli qilib ovqatlanib pishirib, bemalol ovqatlanib o'tirishga sharoitlar bor. Kuxnamiz yonidan orqa hovlimizga o'tish yo'lagimiz bor. Joyimiz uglovo joyda tushgan, ko'chalari keng, asfaltlari bor, sharoitlari yaxshi, qo'ni-qo'shnilar chiroyli imoratlar tushgan, yaxshi joyda joylashgan. Akalar, orqa hovlimizda hojatxona, hammom hamda qo'y mol boqishga ham sharoitlari bo'lgan, hamda ikkita xonasi bor ekan. U bu ishlab chiqarish o'zingizga moslashtirib, chiroyli foydalansangiz bo'ladigan sharoiti bilan. Akalar, maksimalniy bittadan layklarni bosib, oshna o'ng'ayligiga tashlayverasizlar, chunki bu joyi narxini egalar avval 130 ming atrofida narxlashgan, shunaqa atrofda rosa savdoga qo'yishgan, lekin hozirda pul zo'r bo'lib Namangan eng arzonida 95.800 dollarga yana oz-moz o'tib berishga rozi bo'lib turibdilar. Akalar, notariusda pul sanashga tayyor bo'lgan mana shu xonadonimizda bemalol do'stlarimizga yuborib qo'yamizda, a'zolikni bosib, soqqani sanab bosib yuboramiz, akalar.